Ma'mulkim dod-dildora ayollaringizga ayting, bo'ldi, bunaqa yashashmasin deyaptilar. Mana shu oxirgi 1 yil ichida ham statistika qildik, endi kriminologimiz bilan, mamologimiz bilan haqiqat o'simtalar, miomalar, buqo bezidagi kistalar va ayniqsa ko'krak bezida bo'layotgan kistalar onkologiya ko'payib ketyapti. Stressni hammasi asnova bo'lyapti. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun men har doim aytaman, iltimos o'zingizlar ehtiyot qilinglar. E'tibor bermanglar. Ayollarimizning hayoti biz uchun birinchi o'rinda. Bu даже men aytaman, voy erim unaqa deyaptilar, qaynonam unaqa deyaptilar. Bizani o'sha qaynona bilan erim munosabati qiziqtirmaydi gapi. Bormaysan deyaptilar. Kasalligini bilib turib qanaqa tashlab qo'yish mumkin? Qanaqa o'sha kelinga yoki ayoliga opasini de nazarda qarasa, masalan, yoki o'zini qizini de nazarda qarasa, o'sha qaynona sal o'zgararmidi? Stress kerak emas sizlarga. Sog'lom kelasizlar. Tim bo'li hammanglar kelasizlar deb bolali bo'lmoqchiman. Organizm tayyor bo'lishi kerak. Biladi, ikkita, bitta yoki 3 ta bolaga sizlar energiya bera olmayapsizlar-da, mehr bera olmayapsizlar-da, sizlar yana kolичествоni bolani ko'paytirmoqchisizlar. Qattan o'zingizlarning organizmingizga yetmayapti, o'zingizlarni vоспитать qila olmayapsizlar-da, sizlar yana bolani dunyoga keltirmoqchisizlar. Sog'lom bola xohlagan ayol birinchi o'rinda o'zini sog'lom qiladi. O'zini ustida ishlaydi, vaqtida ovqat yeydi, vaqtida dam oladi. Vaqtida mehr beradi oila a'zolariga, oila a'zolaridan mehr oladi. Ana shunda sizlar mukammal bola tug'asizlar. Iltimos, ozgina hayot tarzingizni o'zgartiringlar. Biz uchun. Kelishdingmi? Chunki ayollarimizda qiyinchilik bo'lsa, shuncha tekshiruvdan ayollar o'tkazamiz, kuniga 30 ta sredniy bemor ko'rsam, 10 kun ichida 250-300 ta ko'rsam, ishonasiz, o'shalardan bir 20 ta sog'lom chiqyapti. 280 ta sog'lom chiqmayapti. 90% da kista chiqadi. Yoki buqoda, yoki ko'krakda, yoki tuxumdonda. Balki aytayotganingiz Dildorboz meni ushlayaptilar birinchi marta kelganimda. Shunchaki siz yaxshi bo'lishingizni xohlamayman. Xo'p, kelishding, harakat qilasizmi? Bo'ldi, hech narsani o'zimizga olmaymiz. Tim bo'li biza farzandli bo'lmoqchimiz. Xo'p, sog'lom onadan sog'lom bola baribir. Eshitding, qo'lingizdan keladi. Agar qo'lingizdan kelsa, qaranglar, davom ettiring, gruppa поддержка bo'laman. Xo'p, unaqa qilmang. Bo'lmaydi bu organizm. Keton birinchi kelgan odamga men ketdim. Hozir birinchi "Ne unaqasiz" dedim. "Ne xafasiz" dedim. Настроенияni o'zingiz ko'tarmasangiz, uncha odam ko'tarib bermaydi. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi, sog' bo'ling, salomat bo'ling.